Bunu aldım. Bunu aldım. 3. Bunu aldım. 3. Bu. Bunu bir yok koyak. 3. Kime? Qo'shni chiqing. Ketdi. Telefon qildi sotuvchi, ketdik. Chador kelibdimi? Ha, tez bo'ling. Salom, men chodirni pulini to'lab bozorga ketaman. Mana ikkita chodirga pul. Tekizmi? Mana Sizlar uchun chodirdan yo'llatdim. chodir oldim. Mana ikkita. Hozir boramizmi kechasi? Ha, ikkita gulxan oldim. Bitta gulxan. Ikkita. Tez o'chadi, 2 kunga yetmaydi. Bitta gulxan yetadi. 2 kunga yetmaydi. Bitta gulxan yetadi, sifatlisini olib keltirdim. Bilaman-ku, men borganman. Pulini to'ladim. Endi Ketdik. narsalarni menga bering. Men oldim. Bering. Chodirda uxlaymizmi? Ha? 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 Karavot kerak emasmi? Yo'q. Unda ne olib oling taxtadan. Mana. Tashlab yuboraman. Bitta gulxan. Chodir olmadingizmi? Oldim, ikkita bor. Bering menga. Masala kelmadimi? Masala menda boradi, bering. Mana. Ketdik menga. Kravatimni olay masala bilan. Men qilmang. O'zi yaqinda sotib olgan buzilmas. To'xtang. Böyle ketdik. Buni o'chiraman, kameralarni yoqaman, faollashtiraman. Bo'ldi, ketdik. Mana shu tarafga qarab ketamiz, a? To'xta, magazinga kira olaylik birinchi. Kitob, mashina bitta, keyin Lays, keyin Coca-Cola. Bo'ldi, ketdik. Narsalarni qo'yib Ketdik, olib ketdik. Ketdik. Bu tarafga yuring. Ichiga ketamiz, qani. Bozorda nima bor endi? Bozor tarafida. Men o'tgan safar rasmini ko'rganman, shu joy bo'lgan. To'xtang bu yoqqa. Masala to'xtay. Masala olaydi. Tamam. Keyin Tez chiqing. Brat. O'zi. Bitta mashina yetadi menga. Mana bo'ldi. Ketdik. Chap qo'lga olamiz, brat. Meni karkash. Qayoqqa? Bu tarafda edi, esimdan chiqib qolibdi-da endi. Nima deysiz? Yugurib bitta qancha boramiz. Biza to'qishloqni aylanib kelibmiz o'zi. Qo'ylar ham bor. Hayvonlarning ko'pligini qarang. Qishloqda hayvon ko'rinmaydi, hamma hayvon bor ekan. Ularni ovlash kerak, davaymi? Bittaga ko'ngli beshlar ko'rmasin. Qo'darma. Bo'ldi, ancha ko'p sigir nima qilish mumkin emas. Ko'pida 5 ta. 5 ta bo'lsa. Men chodirni o'rnatishga joy topay. Nima ber bo'ladi, qarang. Mana shu. To'xtangchi, men bu yoqqa. Men chodirni bering.
Işıttı. Orası Nima takayım. qildim? Bittasi. İkincisi mana. Bu tor Gulxanni mana bu yoqqa qo'yamiz. bu tortilmaydimi? Yo'q. Shunaqa bo'ladi. Mana bu yoqqa. Mana buni men olaman yopsiz olaman. Ben bu kravatımı koyayım. Şu yere elsen böyle kanka bırak. Mi geldi kravatı? Nima uxladim, uxlab tashqariga chiqib uxla, bunda uxlab bo'lmaydi. Hammaga xayrli tun. Ertanda ben bo'libdi. Tur, shohruh, tur. Ha, böyle. Keyin qo'limizni yuvib olaylik. Kravatingizni narvani qo'ying. Biz qo'lini yuvish uchun eng zo'r vaziyat hozir. This is bu mazza ertalabda. Oh, mazza. Endi menga kechab kelgan narsalarimizni ber. To'xtang, men shu yoqqa qo'yaman. O'zimga ber. O gulxan katta ekan, ichida uyquda deysiz. Taxtasi mayda ekan. Olib turing buni. Stolchalardan qo'yamiz. Yaqinroq qo'ymaysanmi? Qo'yma qo'ysa, oyog'i kiyadi, uyoq. Olib turibdi. Mana buni Tabiatda olib, maz. qara qayoqqa qo'yish kerak aytaymi? Buni olib, mana shu To'q qo'y desa. yerga qo'yib, shunday o'tirib, Endi baliqcha tutamiz, baliq biroq. kerak. Mana menga bitta keldi. Ye, sassiq baliq. Uni vino qilib ichamiz. Meni ichasizmi, biroq? Qani, kelganmi? Mana bitta baliq ushladim. Bu baliqlarni sotsam bo'ladi-ya? Yo'q. Mana u yoqda bozor bor-ku. Ne deysin? İsteyiz. Bugün Sassiq baliq tushdi. Men tushlagan baliq. kötü balık ushlabsiz maniki-da, boshqa baliq yo'q. Men uni ushlab oldim men. Qaysini? Karta sakkizi yo'q. Mana umadim kimdir qo'yib qo'ygan joyi bormi? Tutilmaydi. Qarang, mana suvga tushib ketdi. Mana umadim chirishdan boshlayapti. To'laganimizni onu taramasdan baliq kelishni boshlayotgan. Chiqib joyga to'lash kerak ekan. 3 ta balig'im bor. Ushlanmadim, yeb ketdi manikini. Yopdi. Nimaga ushlanmadi? Mana ushladim men. Şeylerden qayerga Nimaga olmayapti? Uzr. Tabiat qo'ynida mazza ekan. Kelyapti menga ham. Sakkiz yo'qlarmi? Torting birat. Bilinganda. Qochib ketdi.
İngilizce mi gaplar? Bu qishloqda necha yildan beri yashaysiz o'zi? 4 yildan beri. Shuncha yashadingizmi? Qayerga ketyapsiz, Berat? Ovga. Uygami? Kechki qilishga kelib qoldi. Narsalarni pishirish kerak. Pishirishga hech Birinchi. narsa olib kelmaganmiz. Mana bunda pishirsa ham bo'lsa kerak. Bo'lmaydi. Bilmadim. Endi Xitoynikiga. qara. Yur, konga ketgan bormi senda? Ha? Konga borib taporing bormi? Menga ber, men daraxt topaman, sen borib konga borib ko'mir olib kel. Bering, biz birinchi kunga borib keyin. Men daraxt chopib turaman-da, ber. Qarang, mana maydaroq mana bunaqa rangli daraxtlarni chopsak, ha? Ha. Siz bo'ltomadingizmi? Uyga chiqqan bo'ltomaydi. Uyda qo'yib. Ben ketdim bo'lsa. Endi konga borib ko'mir yoki biror narsalar olib chiqaman. Tarafda ham bitta kon bor edi. Unga kon topish kerak. Ha, u yoqda kon bor edi. Shu yerga boramiz. Mana bu yoqda unaqa rudalar bor ekan. Qanaqa ruda bilmayman. Qazib olamiz. Juda ko'p ekan. Shuni qo'lga olamiz. O'tlanamiz. U temir yaxshi. Temirda ham narsa bo'ladi. Bu yerda yana nima bor? Yana temir bor ekan. Yaxshi. Mana bu yoqda chiqish yo'li ham bor ekan. Tashqarida menimcha yomg'ir yog'yapti. Tumanlarni qazib olamiz. Shuncha ko'p ko'mir bor ekan bu yerda. 13-chi qishloq yoqyapti. Bitta do'st otib bordim hattoki. Tashqariga chiqibchi shuncha yetsa kerak. Ketdimmi bu yerga? Ozgina to'shan kovlay. Endi nima ketdi? Yo'q, temirni ko'ryapman. Shuni ichiga tashlayman ozgina. Bu yerda kon bor ekan. Qoni ochdim. İyi konması ekan bu. Bu iki yilni davomi ekan. 3 5 tosh kovlaymiz. 3 endi borsam bo'ladi. 5 Qani parkur. Ketdik. Qani ketdik. Bu yerda cho'dilarni birlashtiribdi. Ha. Siz Yomg'ir yog'ardi. Daraxt chopdingizmi? Ha. Lapatkan yo'qmi? Yo'q. Ancha tugatish vaqti keldi. Yomg'ir cho'zilib ketyapti. Hayır.
Hayır do'stlar, bugun sizlar bilan Shohruh va Alex bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr, salomat bo'ling.